Karvon Bazarga o'z mahsulotinglarni qo'shishinglar uchun registratsiyadan keyin sizlar shaxsiy kabinetga kirishinglar kerak. Mana shaxsiy kabinetga kiramiz va hozir tovarni qo'shishni qadamma-qadam ko'rib o'tamiz. Shaxsiy kabinetga kirgandan keyin do'konni boshqaruvi punktiga kiramiz. Uchta poloskali menyuni bosamiz va bu yerda mahsulotlar menyusi bor. Mahsulotlar menyusiga kiramiz. Mahsulotlar menyusiga kirganimizdan keyin mana bu yerda 3 ta kartinkamiz bor. Mana bu korobkani bosamiz. Korobkaga kirganimizda bu yangi mahsulotni qo'shish punkti bu. Mana mahsulotni qo'shish menyusiga keldik va mahsulotning nomi. Kelinglar biza ko'zdan qilingan koshlok misolida qo'shib ko'ramiz hozir. Birinchi mahsulotimizning nomini yozamiz. Buni klientlar ko'radi. Mana charm hamyon o'zbek tilida yozamiz biz hozir. Charm hamyon kojani koshlokka qo'shamiz. Narxi nech pul deymiz. Kelinglar misol uchun buni 150 ming deb olaylik. 150 ming. O'zini sof narxi 150 ming, sotish narxi skidka. Skidkada bo'ladigan bo'lsa, skidka narxini ko'rsatishingiz mumkin. Skidka narxini 100 ming. O'tga opisaniyasini yozamiz. Qisqacha opisaniya yozamiz. Qisqacha opisaniya yozamiz. Bu bo'lsa to'liq opisaniya, bu yerga to'liq tavsif yozamiz. Bu yerda eng muhim joyi birinchi bo'lib qo'yadigan rasmimiz bu uni obloshkasi. Fayllarni yuklashdan yangi rasm qo'shsak bo'ladi. Ich ochilganini qo'shib ko'ramiz. Mana bu obloshkasi bo'ldi. Kutib turamiz. Mana obloshkasi qo'shildi va tanlashni bosamiz. Keyingi rasmlar bo'lsa, bu ichida qo'shimcha rasmlar. O'zingiz sotayotgan mahsulotingizni qo'shimcha rasmlarini ko'rsatsangiz bo'ladi. Bu yerda mana bir, mana bu yerda yana ikkita rasmni qo'shdik. Mijozlar kirganda sotilayotgan tovarni to'liq rasmini ko'rib tanlashi uchun. Bu yerda kategoriyalarni tanlaymiz. Biz bu koshlok aksessuarlarni tanlashimiz mumkin va sumkalar kategoriyasini tanlasak bo'ladi. Va bu yerda muhim joyi teglar. Teglarni 3 ta tilda yozishni maslahat beramiz. Bu yerda ruscha, o'zbekcha va albatta ingliz tilida. Unutmanglar, teglarni ingliz tilida qo'shish juda katta ahamiyatga ega, tak bizani saytimizda to'liq 3 ta tilda va qo'shimcha tillarda ishlab boradi yaqin kunlarda Xudo xolasa. Va imенно qo'shilgan ingliz tilidagi teglarga qarab sizga AQShdan, Kanada, Germaniya va boshqa davlatlardan mijozlar chiqadi. Bu yerda qiynaladigan bo'lsangiz, mana bu yerda yordamchimiz bor, yordamchiga kirasiz. Bu ChatGPT. ChatGPTdan srazu so'raymiz. 3 ta tilda rus, o'zbek va tillarida charm hamyon uchun teglar yozib ber. ChatGPT yordamchidan tovaringiz opisaniyasini yozishingizda ham foydalansangiz bo'ladi. Mana bizga tayyor yozib berdi. Endi buni kopировать qilib olamiz va chiqib ketamiz. Qo'ydik va teglarni qo'shdik. Katalogning ko'rinishiga tegmaymiz hozircha. Keyinchalik har bitta punkt uchun alohida obzor qilib chiqazamiz. Bizda funksiyalar juda ko'p. Qoralama qilib chernaga qilib saqlaningiz qilishingiz mumkin yoki ko'rib chiqish uchun yuboring. Bosasiz va moderatsiyaga tovaringiz opisaniyalar bilan ketadi. Moderatsiyadan bizdan tasdiqdan o'tishi bilan saytimizga qo'shiladi. Mahsulotni tahrirlash bor kutilmoqda. Bu degani moderatsiyaga ketdi degani. Moderatsiyadan uzoq 24 soat ichida proverkadan chiqadi. Bu videoda tovarlarni qanaqa qilib boshqa tilda qo'shishni ko'rib chiqamiz. Ya'ni o'zbek tilida mana tovarimizni qo'shdik, ingliz tilidagi tavsifini, rus tilidagi tavsifini qanaqa qilib qo'shamiz. Mana shu to'g'risida gaplashamiz. Mana ma'lumotlar turibdi, biz bu yerda pastga tushamiz. Tarjimalar menyusi. Bu yerda mana Amerika bayrog'i turibdi, bu yerda Rossiya bayrog'i turibdi. Angliyskini qo'shadigan bo'lsak, ingliz tilida tovar qo'shamiz. Kiramiz. Sizlarda bo'lishi mumkin, men ingliz tilini bilmayman, men rus tilini bilmayman, qiynalaman, qanaqa qilaydi? GPT yordamida ma'lumotlarni to'liq qo'shishimiz mumkin. Buni ham hozir ko'rsataman. Mana charm hamyon. GPTga kiramiz. Mana so'radik, ingliz tilida chiqazib berdi. Buni kopировать qilib olamiz va chiqamiz. Mahsulotimizning otiga kiramiz va o'zbekcha otning o'rniga inglizcha otini qo'yamiz. Bu yerda e'tibor beringlar, o'zini faqat ingliz tilidagi nomini qoldirishimiz kerak. Kerak emas so'zlarni olib tashlaymiz. Keyingi qiladigan ishimiz ingliz tilidagi qisqa opisaniyani qo'shish. Bunga ham birinchi GPTga to'liq ma'lumotlar beramiz va shu ma'lumotlarga asoslanib ingliz tilidagi tavsifni yozib ber. Mana ingliz tilidagi opisaniyamiz tayyor. Kopировать qilib olamiz. GPTdan chiqamiz va ma'lumotlarni qo'yamiz. Bu yerdagi mana bu o'zbek tilida qo'shimcha ma'lumotlar bergan bo'lsa, bularni olib tashlaganinglar yaxshi. Ma'lumotlar maksimalni qisqa va to'la ingliz tilida bo'lgani yaxshi. Mana endi to'liq opisaniyani qo'shamiz. GPTga kiramiz. Ingliz tilida berilgan ma'lumotlarni olamiz va to'liq tavsifni qo'shamiz. Opisaniyada agar sizga bu narsalar yoqmasa yoki o'zimdan qo'shaman deydigan bo'lsangiz, bemalol qo'shishingiz mumkin. Ma'lumotlar qanchalik chiroyli va to'liq bo'lsa, shunchalik yaxshi. Shunchalik mijozlarni topishimiz oson bo'ladi. Shu bilan ingliz tilidagi ma'lumotlarimiz tayyor, ko'rib chiqish uchun yuboramiz. Xuddi shunaqa qilib biz rus tilidagi ma'lumotlarni ham qo'shishimiz mumkin. Mana shu ChatGPT yordamchimizdan so'rab. Bu uchun mana Translate ga kiramiz va rus tilida opisaniya qo'shishni bosamiz.
O'zbek tilida qo'shilgan ma'lumotlar saytga o'zbek tilida kirilganda ko'riladi. Ingliz tilida qo'shilgan ma'lumotlar bo'ladigan bo'lsa, saytga ingliz tilida kirilganda ko'rinadi. Rus tilida ham xuddi shunaqa. Rossiyadan kiradigan bo'lishsa yokida rus tilini tanlab kiradigan bo'lishsa, rus tilidagi ma'lumotlari bor tovarlar ularga ko'rinadi. Mana rus tilidagi ma'lumotlarimizni oldik. Premium кожаный кошелек otini ham bildik. Xuddi shu ma'lumotlarni tovarning nomiga qo'yamiz, краткое описаниеga qo'yamiz, полное описаниеga qo'yamiz va oxirida отправить на рассмотрениеni bosib qo'yamiz. Bizlar bilan bo'ling va yangi funksiyalar haqida bilib boring. Moderatsiyaga yuborilgan tovarlar sizda kutilmoqda razdelida turadi. Qo'shimcha funksiyasini ko'ramiz. Keling, charm hamyonga kiramiz. Mana unga kirdik. Bu videoda ko'rsatmoqchi bo'lgan narsamiz SEO. Bundan oldin inventarizatsiyaga kiramiz. Birjani boshqarmoqchimisiz? Masalan, bu yerga птичка qo'yadigan bo'lsak, galochka qo'ydik. Bu yerda tovaringiz nechta bor? 100 ta bormi, 10 ta bormi, bitta bormi ko'rsatsangiz bo'ladi. Yoki bo'lsa yakka tartibda sotiladi qiladigan bo'lsak, bu уже под zakaz. Кожаный кошелёкlar sotamiz, charm hamyon sotamiz deylik va под zakaz qilamiz deylik. Mana bu yerda yakka tartibda sotiladigan galochka qo'yganimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. SEO ga o'tamiz. SEO razdeli juda muhim, sababi aynan mana shu SEO razdelga kiritgan ma'lumotlarimizga qarab bizning tovarlarimiz, mahsulotlarimiz Google da, Yandex.Poyexda chiqadi. Internetda поисковый sistemada chiqadi. Bunda qiynaladigan bo'lsangiz, opять ChatGPT yordamchimiz bor, kirasiz va bu yerga yozamiz. Mana ma'lumotlarimiz bor. Endi SEO uchun yozib ber. Uchta tilda. Kirdik, GPT yordamchidan so'radik va u bizga tayyor ma'lumotlarni beradi. Ishlashimiz oson bo'lishi uchun. GPT bergan ma'lumotlarni kopировать qilib olamiz va bu yerga просто kopировать qilib olingan ma'lumotlarni stavить qilamiz. Shu bilan tayyor. Ko'rib chiqish uchun yuboring. Mahsulotingizga har safar o'zgarish kiritganingizda har safar moderatsiyaga proverka uchun yuboriladi. Ko'rib chiqish uchun yuboriladi.